Pochcha ham bir ish qo'ying, pochcha kerak emas. Pochcha. Nimaga ovqat pishirmading? Uylarni nimaga tozalamading? Bolaga qara. Kim bilan gaplashyapsan? O'chir efiringni. Men o'zim beraman shu pulni. Pochcha ham bir ish. Biz uchun ishda pochchani qarash bir ish. Buning uchun обязательно cho'milish kerak. Kiyimlar yangi kiyish kerak. Eski kiyim bo'lsa qaramay qo'yadimi deb qo'rqib yangi kiyim olish kerak. Original atirlar olib sepish kerak. Men shunaqaman. Iloji bo'lsa bo'yanish kerak, sochlarni to'g'rilash kerak. Boladan uydan ortib ovqat tayyorlash kerak. Bir ishini qilaversin borib. Har zamonda kelgani yetadi. Vaqt ketadi unga ham. Uyalaman-da bir xil bo'lib yurishga. Erkak kishi yonida yashagandan keyin o'zingga qarab yurish kerak-da, to'g'rimi? Sizlar hamma narsani bilasizlar-ku. Zeriktirmaslik kerak-da erkakni, zerikib qoladi bo'lmasa. Har xil soch turmaklar har kuni emas. Har ertalab boshqacha, obedda boshqacha iloji bo'lsa, sirraz zerikatda, u kayfiyatidan sezib turaman. Boshqacha kiyimlar bo'lib yurish kerak. Shunaqa gaplar. Ikkinchi tarim yo'qing, Max aka. Pulingiz ko'p ekan-u bildim. Xoxolab kuldingiz-ku meni efirimda. Xoxolab kulyapsizmi? Значит, pulingiz ko'p sizni. Значит, tashlashingiz kerak. Tasha olasiz 100 ta, 1000 ta. Og'zingiz kerilib deb kulganlar jo'natib yordingiz-ku. Kulgan smayliklarni. Tashing, yonsin ikkinchi tarim. Chiroyli ekansiz, rahmat. Men ham sizlarni sevaman. Shunaqa dermidi Rayhon? Rahmat. Men sizlarni sevaman. Tirtku. Magadan aka shunaqa ro'sta. Men ham sizlarni sevaman. Dilber kolunda sazın, her nalasından ağzın. Bugün kimin navbati? Kimga yalinaman ekan bugun ha? Ayollarning 40 ta joni bo'ladi. Gapirmang Bahrom aka. Uy ishlarini ham qiladi, uylarda supursidir, oynalarni tozaladi, changlarni art. Bolani qara, chiqsa po'qini yuv, siydir, qornini to'ydir, ovqat qil, primoy efirda plan qil, o'zingga qara. Yana qanaqa ishlar bor? Planlar tuz, ko'p ishlar. Ko'chaga chiqib aylantirib kel. Drakon tashlaganlarga WhatsAppdan telefon qilsa alo deb gaplash. SMS yozsa javob yoz, karta so'rasa kartangni tashla. Pul tushgandan keyin rahmat deb qo'y. Men ko'proq manba orqali qilinadigan ishlarga zo'rman. Manba orqali. Jismoniga yo'qman. Dal shu aytish kerak-da. Hammasini aytdim, hech narsa qolmadi. Menda hech narsa sir yo'q. Hammasini aytib o'tiraveraman.